Men Qalandarova Malika Qadirovna 1966-yil 12-mayda Xorazm viloyatining Shovot tumanidagi Beshmargan mahallasida oddiy oilada tug'ilganman. 1983-yilda maktabni tugatib, 1984-yil Xiva shahridagi meditsina bilim yurtining akusherka fakultetini tugatib, shu o'zimizni rayonimizdagi tug'ruqxonada akusherka bo'lib ishlaganman. 1989-yil turmushga chiqqanman. Iyul oyida turmush o'rtog'im Vaisov Rajabboyev Pirnapasovichga turmushga chiqib, Ozarbayjon o'lkasining Baku shahriga harbiy qismga xizmatga bordik. Shu yerda meni kasbim tibbiyot xodimi bo'lgani uchun Baku shahar gospitalida xizmat olib bordim. Shu Baku shahrida o'g'lim Vaisov Bahodir dunyoga keldi. Bakudagi xizmat faoliyatimizni yakunlab, O'zbekistonga 1992-yil Samarqand shahrida yana xizmatimizni davom qildirdik. Men ham shu harbiyga qiziqqanim uchun turmush o'rtog'im bilan birga harbiy xizmatda bo'ldim. Sanchaslarda, harbiy gospitallarda xizmat qilib bordim. Turmush o'rtog'im Vaisov Rajabboyev Qurolli kuchlar safida 24 yil vatanimizga xizmat qildi. Shu xizmat paytida baxtsiz hodisa tufayli 2011-yil olamdan o'tdi. Turmush o'rtog'im vafotidan keyin o'g'lim Bahodir ham shu harbiy sohaga qiziqqanligi uchun dadamday men ham polkovnik bo'laman, vatanimga xizmat qilaman deb o'z xohishi bilan harakat qildi va o'zimizdagi Samarqand shahridagi oliy harbiy bilim yurtiga o'qishga kirib, shu yerda 4 yil tahsil olib, ish faoliyatini shu o'zimizni Samarqand shahrida olib bordi. O'g'lim Vaisov Bahodir ham xizmati davomida prezidentimiz tomonidan yaxshi unvonlar bilan taqdirlandi. Leytenant unvonidan dadasiday podpolkovnik unvonigacha erishdi. Men o'g'limdan faxrlanaman. O'g'lim 2025-yil 2-iyul kuni o'z vazifasini o'tash davrida qahramonlarcha halok bo'ldi. O'g'limning vafotidan keyin vazirligimiz tomonidan, muhtaram prezidentimiz tomonidan o'g'lim Bahodirjonga jasorat medali berildi. Turmush o'rtog'im va o'g'limning vafotidan keyin ham bizni vatanga bo'lgan mehrimiz so'nmadi. O'g'lim Bahodirjondan 3 ta nabiram bor. Shu nabiralarimni bobosiday, dadasiday vatanga sodiq, mard, jasur qilib tarbiyalayman. Zamonaviy ayol deganda men shu narsani tushunaman. Men turmush o'rtog'im va o'g'lim Bahodirjondan faxrlanaman. Mana o'g'lim Bahodirjonning farzandi Rajabboy nevaram sport sohasida katta yutuqlarga erishib, medallar olib kelyapti. Bugungi kunda men nabiralarimni tarbiyalash bilan birgalikda o'zimni yaxshi ko'rgan qiziqishlarim parrandachilik, chorva, gul, parnik, shularni mahalla bilan hamkorlikda ishlab kelyapman. Bugungi kunda shu mahallamiz yoshlariga o'zimni maslahatimni berib kelmoqdaman. Yomon bo'larkan hech onaga bunday kunni ravo ko'rmayman. Sharaf deb millat uchun vatanga bo'lib Turmush o'rtog'im bilan baxtli hayot kechirdik. Erim hamisha yurti uchun, davlatimiz uchun xizmat qilgandan faxrlanib yurgan. Ismiga monand bo'lib, mard, jasur, shu yurtini himoya qilaman deb vafot etib ketdilar. Safdoshimiz Vaisov Bahodir qasamyodiga sodiq qolgan holda jasorati va matonati bilan yurtimiz tinchligi va xavfsizligini ta'minlashga o'z hissasini qo'shdi. Yonimizda siz azizlar, jonimizda, yonimizda yashagaysiz xotiramizda.
kam yashagan bo'lsak ham mazmunli hayot kechirganmiz. Safdoshimizni yaxshi xotiralar bilan doim eslab turamiz. Shu farzandlarni o'zimday jasur, mard qilib tarbiyalayman. Sadoqat bilan xizmat qildi bolam. Bolamdan faxrlanaman.